aka, mana shu qizingiz buvisinikga rosa borgisi kelibdi-da. Qizim buyiniga borgin kelyaptimi? Balki sizni oyijoningiznikiga borgisi kelayotgandir. Yo'q. Umid aka, qarang, qizingiz siz bilan videoyuzda gaplashmoqchi ekan. Balki siz meni qizlar bilan yuryapmanmi, yo'qmi shuni bilish uchun qilgandirsiz, ha? Yo'q, voy sizga ishonaman. Ana orqa tomonlarni ham ko'rsatib yuboring, qizimiz ko'rgisi kelayotgan ekan-da. Qizim tur bor, anangdan pul so'ra. Hadi pul bering. Nech pul qizim? 5 million. Qoshni o'ziga kerakmi? Aa. Zebo! Sotib dalasini qizim. Umid aka, qizimizni marmelad yegisi kelyapti. Zebo qizimiz tug'ilgandan buyon marmelad yemaydi. Shuni o'zim yegim kelyapti. Siz olib bermaymanmi onasi? Xo'p, o'zim yegim kelyapti. Olib bermayman. Yaxshi sizlarmi? Qarang, qizingiz sizni ko'raman deb holi jonimga qo'ymadi. Shunaqami qizim? Sog'indim. Aa. Borib qo'liga. Men shoppingni ko'z quloq bo'lib turib bolam yo'qmaydi demak. Yaxshi ishlaylar.